Qo'limizda o'sib turgan bahorgi yam-yashil o'tlarni bo'rdoqiga boqilayotgan qo'chqorlarga bersa nima bo'ladi? Hamma bahorgi o'tlar chiqishi bilan, yam-yashillar chiqishi bilan ularni yulib qo'chqorlarga, qo'ylarga berishadi. Lekin uni samarasi qanaqa tartibda bo'ladi? Hech kim aytmaydi, foyda deyshadi. Hozir shu haqida gaplashib o'tamiz sizlar bilan. Agar qo'chqorlar bo'rdoqiga boqilsa, ya'ni semirtirish uchun boqilayotgan bo'lsa, bu o'tdan ko'p berish mumkin emas. Oz-ozdan miqdorda berilsa yaxshi holatda bo'ladi. Agar ko'p beradigan bo'lsangiz, ichi ketib, ichini suraveradi va ichi buziladi. Shu sababli ozib ketish holati kuzatiladi. Qanaqa mahal berish kerak? Berilayotganda ko'proq ovqat yeb bo'lgandan keyin pichan, shu yani hashay-pashligini berib bo'lganingizdan keyin oz-ozdan beriladigan bo'lsa, bu ham bitta vitamin. Ozi foyda, ko'pi zarar do'stlar. Shu sababli imkon qadar kamroq holatda, chiroyli holatda bersangiz, chiroyli bo'lib yetiladi. Agar ko'p berib qo'yadigan bo'lsangiz, o'tru deb yaxshi o'tli joyga qo'yib oladigan bo'lsangiz, u xohlagancha yeb bo'ladigan bo'lsa, qo'chqorlar ichidan ichga ketish holati kuzatiladi. O'zimizning roj qo'yligi, qo'zichoqligi, yosh qo'zilarga tavsiya qilinadi. Haqiqatda shu chiqqan o'tlarni yeb, vitaminlarga boy bo'lib, shu o'sish uchun, vitamin olish uchun yordam beradi. Lekin bo'rdoqiga boqiladigan qo'chqorlarga maslahat berilmaydi. Shu sababli to'g'ri tanlov qilinglar, adashib qolmanglar. Katta qo'chqorlarga ko'p o't berish shart emas. O'zini yemi deb boqsangiz ham bo'ladi. Yosh qo'zilarga, qo'zichoqlarga, ona qo'ylarga, bo'g'oz qo'ylarga yoki anaqalarni yaylovga olib chiqib aylantirish uchun beradigan bo'lsangiz, ana ularga foyda beradi. Oddiy video, lekin foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib ketinglar.